Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Türkiye'de yaşayotgan 40 dan ortiq atalmış Şinjanlık tuqqanlarını yo'qlash uchun yurtiga qaytib borgan. Xitoy xabar torining 5 yanvardagi xabarda bildirilishicha, 4 yanvar kuni Türkiye'de yaşayotgan atalmış Şinjanlık muhacirlardan tashkil topgan 42 kishilik o'mak 4 yanvar Urumchiga yetib borgan. Xitoy axborot vositalari buni qirg'inchilik jinoyatini yoshirish va yillardan beri dunyo miqyosida davom qilayotgan Xitoyni ayiblash sadolarini bostirish uchun alayda tashviq qilgan. Ammo bu atalmış tuqqan yo'qlash sayohati Xitoy yillardan buyon jar silib kelayotgan chet ellardagi Uyg'urlarning Sharq Turkistonga erkin kiralaydi degan saxtipazlikini yana bir qatim pash qilgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Urumchi Tangirtog' xalqaro aerodromining kelish zalida oldin o'rinlashtirilgan muxbirlar gul ko'tarib tuqqanlarini kutib turgan kishilar xushal-xo'ram holda tuqqanlarini saqlayotgan ko'rinish ko'rsatilgan bo'lib, bu sayohatni Xitoyning Istanbuldagi bosh konsulxonasi va atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik birlashma xizmat boshqarmasi birlikda uyushtirgan bo'lib, buning maqsadining Xitoyning irqiy qirg'inchiligini pardozlash va qirg'inchilik jinoyatini atalmış sayohat turi bilan yo'q chiqarish bo'lib, bir qarashda dag'dug'liq ko'ringan bu jam bo'lishning mohiyati Xitoyning o'z siyosiy obrazini asliga keltirish uchun loyihalangan sistemlik bir maydon teatridan iborat xolos. Mazkur xabarda tuqqan yo'qlash o'makidagi bir necha Uyg'urning uzun yil oilasidagilar bilan jam bo'lolmasligining sababi xizmatning aldirashligi degan yolg'on bilan pardozlangan. Hammaga ayonki, 2017 yildan boshlab Xitoy doiralari Turkiyani o'z ichiga olgan 26 davlatni terrorlikqa aloqador davlatlar deb bekitib, bu davlatlarga berib qaytgan Uyg'urlarni lagerlarga soladi. Shuningdan keyingi 7-8 yilda chet eldagi mutlaq ko'p sonli Uyg'urlar o'z vataniga qaytish emas, u yerdagi ota-onalari bilan aloqa qilishga petin olmadi. Amaliyotda Xitoyning birlik sapishxonasi Xitoy Kompartiyasining chet eldagi muhojirlarni kontrol qilish, parchalash va o'zlarining manfaatiga xizmat qildirish vazifasini o'z ichiga olgan maxsus organi bo'lib, bu ziyoratning odatdagi bir sayohat yoki shaxsiy tuqqan yo'qlash emasligini, uning tashkillovchi o'rinlarida emas, buning bir siyosiy teatrdan boshqa narsa emasligini ko'rsatib beradi. O'makga qatnashgan Uyg'urlar atalmış Uyg'ur Avtonom rayonining taraqqiyotlaridan hayron qolganligi, bu qatimliq ziyoratda har qaysi yurtlarni sayohat qilganligi va Turkiyaga qaytgandan keyin texmi ko'p kishilarga o'z yurtidagi taraqqiyotlarni so'zlab berdiganlik haqida jar silishgan bo'lib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlash maqsad qilingan bu qatimliq saxta tashviqot harakati amaliyotda Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning keng ko'lamda tutqun va bostirishning to'xtamaganligining dalilidan iborat. Agar Xitoy hukumati aytgandek, chet eldagi Uyg'urlar vatanga xotirjam berib tuqqan yo'qlay olsa, Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarni birlik sap bo'limiga o'xshash yuqori darajali siyosiy organlarining qo'l tiqishi bilan maxsus o'mak tashkillab tuqqan yo'qlatqizishning hojati bormidi. Bu ziyorat Xitoyning Istanbul bosh konsulxonasining planlaridan biri bo'lib, 2025-yili 8-oyda Xitoy bosh konsulxonasi maxsus Uyg'urlarni nishon qilgan yig'in o'rinlashtirib, Turkiyada yoshlar saloni o'tkazish, Uyg'urlarni vatanga qaytib tuqqan yo'qlashga tashkillash, bolalar uchun Xitoy tili kurslari o'rinlashtirish qatorliq planlarini o'ttirib qo'ygan edi. Bu planlarga asosan oldingi oyda Istanbulda 3-navbatlik yoshlar saloni o'tkazilgan. Yig'ilishga Uyg'urlarni o'z ichiga olgan 20 ga yaqin kishi qatnashib, Xitoyning jinoyatlariga moslashgan edi. Uyg'ur xalqi faqat yaqinqi necha yillardan beri emas, balki asrlardan beri o'zining erkinligi, vatanimizning hurligi va mustaqilligi uchun tajovuzchi Xitoyga qarshi kurash qilib, nurg'unlagan qurbonliklar berib kelmoqda. Bu voqea va buningga moslashganlarga o'xshash manqurtlarmi ham har davrda va har qatim Uyg'ur xalqining beshiga baloy ofat yoqqanda mavjud bo'lgan. Xalqimizning xotirasi kuchlik va munofiqlikqa, xoinlikqa, xiyonatga bo'lgan nafrati aniqdir. Shundaqla tajovuzchilikqa, dushmanga moslashgan, uning qirg'inchilik jinoyatini oqlashga uringan hech bir xiyonat xalqimiz tarafidan mangu unutilmaydi. Bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashkil ishlarga mas'ul muavin raisi Abdurshid Abdulhamid apandi muhojiratga Uyg'ur xalqini Xitoyning to'zoqlaridan hushyor bo'lishga chaqiriq qilib, mundaq deydi. Atalmış Şinjan'a Türkiye'den tuqqan yo'qlashga bağlanlar deb Xitoy matbuotlarının aytı keng ko'lamda tashviq qilindi. Buni manda qarshimiz lozim.
2017 yildan tortib Xitoy keng ko'lamlik tutqun qilib Sharq Turkistonda lager va irqiy qirg'inchilik siyosatini yo'lga qo'ygandan keyin bu dunyoda nihoyat ko'p g'ulg'ula qo'zg'adi. Xitoy buni qanchalik darajada inkor qilish tirishgan bo'lsa-mu, oxiri bu muvaffaq bo'lolmay butun haqiqat bilan o'ttirib chiqqan bo'ldi. Xitoyniki chet ellardagi xalqaro jamiyatdagi obrazi bo'lgan sari xunuklashga boshlab dunyoning o'xshamagan davlatlarda bu Xitoyniki siyosatlariga qarshi o'xshamagan qonunlar chiqarildi va bunga qarshi tadqiqotlar ilib berildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Uyg'ur mahkamasi bo'lsin, bu yerda Xitoyning qilmishlarininki abdi bashirisi o'tirib qo'yilgan bo'ldi. Xitoy shunday bir sharoit ostida o'zininki bu qilmishini yepish, irqiy qirg'inchilik siyosatini burmilab, bundaq ish yo'q deb xalqaroga ko'rsatish uchun ko'z bo'yamchilik bilan shunday faoliyatlarni o'rlashtirib keliklik bulundan burunmi Turkiyadan shunday o'mak shaklda Xitoy Kompartiyasiga sodiq atalmış Uyg'urlarni seyahat qildirib, tuqqanlar bilan ko'rishtirib kelganlik ahvolda bo'lib kelganlik. Bu qatim bu sayohatninki Xitoy konsulxonasi, İstanbul konsulxonasi va atalmış Şinjan Uyghur Abnum Rayonluq Xitoy Kompartiyasining birliksab bölümü birlikte o'rlashtirgan deb buni nihoyatda keng ko'lamli tashviq qilinishiningki o'zlab erkin sayohat qilish va urug' tuqqanlarni yo'qlash imkonininki yo'qligini faqat shundoq bir guruh shaklda Xitoyninki tanlab olgan, Xitoy o'zlariga sodiq deb qaragan ularninki mayli ota-onasi, mayli boshqa urug' tuqqanlar bo'lsin, Xitoyning sınıqıdan ötken kişilerini tanlap shundoq apağanlığınınki özülam özününki qilmishini yepish emas, balki Xitoyning abdi bashirisini yana bir qatim o'ttirib chiqargan bir hodisa deb qarashga bo'ladi. Burunmi bundaq guruh shaklda sayohatga ilib berilganlar bo'lnaqliq Turkiyadan her yildagidek bir yoki ikki guruhninki ilib berilganlik to'g'risida xabarlar bo'ladi, ammo bundaq ochiq oshkora buni keng tashviq qilib qolgan ahvollar hozirgidek ko'rilmagan. Endi buningki bundaq tashviq qilinib ketishi bo'libmi Xitoyga qarshi harakat qilmaganlarga shunday bir osonchilikning bo'lganligi, undan keyin chet ellardagi Xitoyning zulmiga qarshi o'zining ovozini chiqarayotganlarga bo'lgan bir besim shakllantirish, ularning oilalari orqali va bu diasporadagi tashkilotlarni xalq bilan ayirish va ularni ma'lum darajada yolg'iz qo'yish, xalqaro tashkilotlarni bu ishni uzun mezgilga so'zish orqali ta'sirini azaytish qatorliq Xitoyning ko'p xil taktikasi hillarininki ishlatilayotganligini biz Sharq Turkistonliklar Uyg'ur xalqi bo'lishimiz bilan bunga nihoyat sagaklik bilan muomala qilishimiz va Xitoyning qiltaqlariga, hilm-fikirlariga burun bo'lgandek yana hozirmi yana o'xshash tushmasligimizniki zo'rligini yana bir qatim ko'rsatib berdi deb qarayman. Shveysariya federal hukumati o'tgan yil 2 oyda Xitoyning chegara halqigan bostirish haqida bir doklad e'lon qilgan edi. Mazkur doklad Xitoy hukumatining Yevropadagi Uyg'urlarga qaratgan siyosatining mohiyatini ichib beradigan bo'lib, dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy davlat bexatarlik organlarining nazarida chet eldagi har bir Uyg'ur faqat oddiy bir ko'chman emas, balki Xitoyning xalqarodagi tinch qad ko'tarish siyosatini buzib tashlash ehtimolligi bor yoshirin tahdid ekanligi alohida yoritib berilgan edi. Bu sababdan Xitoy hukumati muhojirat xalqlarini nazorat qilish va ovozni bostirishni o'zining tashqi siyosatining yoshirin ammo muhim bir qismiga aylantirgan va bu plan ichida chet ellardagi Uyg'ur, Tibet, Mong'ol va boshqa Xitoy ishg'olidagi xalqlar va Xitoy demokratlarini nazorat qilish, izg'i tushish, raqamlik nazorat qilish, tahdid silish qatorliq usullar orqali josuslik strategiyasini davom qildirmoqda. Mazkur dokladda va xalqaroliq dangliq axborot vositalari Amerika, Kanada, Yevropa davlatlarining ilib borgan tekshirishida ma'lum bo'lishicha,
Xitoyning istixborot to'plash tori faqat kasbiy josuslar bilan cheklanmaydigan bo'lib, balki yana Xitoy shirkatlari ishlab chiqargan yumshoq detallar, ilm-fan almashtirish nomida kelgan o'quvchilar, savdogarlar va hatto majburlangan kishilarmi buning bir qismiga aylantirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning bu strategiyasining Yevropadagi Uyg'ur jamiyatiga bo'lgan ta'siri yuqori bo'lib, Uyg'ur tadqiqot instituti e'lon qilgan bir maqolada ko'rsatilishicha, Xitoy istixboroti Yevropadagi qonunli harakat qilayotgan Uyg'ur tashkilotlari va faoliyatchilarining ishki qismiga singib kirish, ular orasida ishonchsizlik paydo qilish va shaxsiy uchurlarni o'g'irlash orqali ularni siyosiy jihatdan faoliyash olg'a tushirib qo'yishni maqsad qilmoqda ekan. Shvetsariyaning e'lon qilgan dokladida Xitoyning texnik josuslik iqtidorining intayin yuqori ekanligi va cho'ng sonliq ma'lumotlarni, raqamli uchurlarni bartaraf qilish texnikasi bilan bartaraf qilish orqali shaxslarning harakat andizisini analiz qildiganligi ogohlantirilgan. Xitoyning raqamli bostirish harakati faqat texnikalik hujum bilan cheklanmay, balki intayin razil psixikalik urush shaklini olgan bo'lib, dokladda tilga ilingan ta'sir ko'rsatish va qo'rqitish mashg'ulotlari amaliyotda Uyg'urlarga qarata raqamli ko'rik ilish shakli deb qaralgan. Mazkur doklad yana xalqiliq ul aslahalar va ta'minlash zanjiri bexatarligi qismida o'tirib qo'yilgan yana bir muhim nuqta Xitoy texnik mahsulotlarining bexatar emasligi xavfi bo'lib, navbatda muhojirat yashayotgan xalqimiz yanada bahosining arzonligini deb Xitoyning Temu, Shein, AliExpress qatorliq tor suplardan savdo qilmoqda. Sizning va bizning jismoniy jihatdan Yevropada bo'lishimiz raqamli dunyodami erkin ekanligimizning kapolati emas. Xitoyning iblis qora qo'li simsiz to'lqinlar orqali har bir Uyg'urning xususiy hayotiga qadar singib kirmoqda. Agar biz bu tahdidga sal qarasak, faqat o'zimizni emas, butkul millatning davosini xatarga kitirgan bo'lamiz. Bu sababdan muhojiratga qarindoshlarimizni Xitoyning Temu, Shein, AliExpress, Undidor va boshqa setveli supalari va aloqa detallardan uzoq turishga eskartamiz. Bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultiyi fondining raisi va qurultay Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurbon Xitoyning chegara halqagan bostirishlarning qorali bo'lgan Xitoyning har xil yumshoq detallari va setish supalaridan uzoq turishga va Xitoyning qirg'inchilik siyosatiga xalqimizning bilib bilmay vosita bo'lishga sabab bo'lmasligini chaqiriq qilib mundaq deydi. Xitoy hokimiyatiningki raqamli dunyoda Sharq Turkistonning ichi va sirtidagi barliq Uyg'ur xalqiga elib borayotgan raqamli bostirishi tunugun bugun bo'lib qolgan bir yangi hodisa emas. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoy hokimiyatiningki mana shunday nishonliq va izchil raqamli bostirishiningki eng muhim nishonlarningki biri bo'lib kelmoqda. Aynı zamanda Dunyo Uyg'ur qurultiyi siber bexatarlik ishlariga aloqador birisi bo'lish suputim bilan o'tgan 20 yil mobaynida ko'rgan sergizlashtirimga asosan bu nuqtani qat'iy jazmlashtira olmayman. Bilam esimda 2009-yili Urumchi irqiy qirg'inchilik yuz bergan butun dunyoninki diqqat e'tibori Dunyo Uyg'ur qurultiyiga markazlashgan vaqtlarda Xitoy hokimiyatiningki Dunyo Uyg'ur qurultiyininki to'g'ri sahifasiga bo'lgan hujumi yuksak bir pallaga chiqqan. Shu vaqtlarda biz kuniga 6 million qitimdan ortiq hujumga uchrab, to'rbitimiz tamoman faoliyat cho'p qolgan ahvollar bo'lgan. 2013-yili masalan Germaniyaniki eng yuqori fan texnika tadqiqot o'rni bo'lgan Fraunhofer institutmi maxsus tadqiqotchilardan tashkillangan bir guruh bilan shu Xitoy hokimiyatiningki Dunyo Uyg'ur qurultiyiga nishonliq elib borayotgan tor hujumlarini nazoratchiligini tekshirish ilib berish orqali bir doklad chiqargan. Bu doklad elam internet sahifalarida topilib bo'ldi. Xitoy hokimiyatiningki raqamli dunyoda ilib borayotgan bostirishlari real dunyoda ilib borayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga moslashib yuqori bir pallaga yetmoqda. Bo'libmi bu aqlli telefon texnologiyalarining taraqqiyotiga ergishib Xitoy hokimiyati texmi yuqori bu texnik imkoniyatlar bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyiga qaratayotgan nazoratini, bostirishni va taqiqlarni texmi kuchaytmoqda. Jamoatchilik bu masalaga xuddi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga o'xshash diqqat e'tiborini berish kerak. Bu Xitoy hokimiyatiningki raqamli dunyoda elib borayotgan bostirishiningki Uyg'ur jamoatchiligi va Uyg'ur faoliyatchilar orasida yaratgan qabih ta'sirlarini to'nib etish kerak va shundaqla Uyg'ur jamoatchiligimi o'zininki bu to'r bexatarligi haqidagi tonishni o'stirishi, o'zini qo'g'dashni o'rganishi va buni hargiz salqarmaslik kerak. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.